Hayo Hasan va uning atrofidagi soqchilarni pisand qilmasdan yurishda davom etdi. Qani ko'ramiz, qay biringiz meni to'xtatishga jur'at qilarkansiz? Soqchilardan biri Hayoni qasrdan tashqariga chiqishdan to'smoqchi bo'lib, qo'lini cho'zdi. Hayoga yetib bormasidan oldin uning tajribaliroq sherigi cho'zilgan qo'lni ushlab, "Xonimga teginma" degandek boshini silkitdi. Hayo o'qraygancha shaxdam qadamlar tashlab, Aminning uyi tomon tez-tez yurishda davom etdi. Hayo Aminning uyiga yetib borgach, ostonada turib, eshikni qattiq taqillata boshladi. Amin eshikni ochib, Hayoni ko'rishi bilanoq tabassum qilib so'radi. "Alhamdulillah, salomat ekansan. Ahvoling yaxshimi?" Hayo asabiylashib Aminga baqira ketdi. "Ahvoling yaxshimi deysizmi? Siz menga nima qildingiz?" Amin taajjublangancha javob qaytardi. "Hech narsa." Hayo qurigan binafsha gulni cho'ntagidan chiqardi-da, Aminning yuziga uloqtirib, g'azab bilan baqirdi. "Bu gulga qanaqa narkotik modda joylashtirgansiz? O'sha alahsirashlarni ko'rishimga qanday modda sabab bo'ldi?" Amin javob qaytarmasdan, eshikni ochiq qoldirgan holda ichkariga xotirjam kirib ketdi. Hayo uning ortidan qichqirdi. "Qayerga ketyapsiz? Ey ahmoq! Ustingizdan politsiyaga shikoyat qilaman hali." Amin uy ichidan Hayoga eshitiladigan ovozda: "Qahva ichishni istaysanmi?" dedi. Hayo jahl bilan eshikni qarsillatib yopdi. Natijada eshik tavaqasi devorga urilib, uning yon tomonida ilingan lavha yerga qulab tushdi. Hayo esa "Jinnimisiz?" deb baqirdi. Amin o'zini sovuqqon tutgan holda xotirjamlik bilan mehmonxonadagi divanga o'tirdi. Keyin yonidagi tumbuchka ustidan bug'i chiqib turgan finjonni olib baland ovozda: "Tunda qahva ichayotganim uchunmi?" dedi. Hayo mehmonxona ichiga kirib, yaqindagina tayyorlangan qahvani bir ho'plam simirgan Aminning oldiga keldi va asabiylashgan holda hasrat bilan: "Nega bunday qildingiz?" deb so'radi. Amin cho'ntagidan bir kitobcha chiqardi va ko'zoynagini taqib, uning nomini diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. "Nima qilibman?" Hayo Aminning qo'lidagi kitobchani urib yerga tushirib yubordi. Amin yerdagi kitobchaga qarab oh tortgancha Hayoga dedi: "Qani kel, anavi yerga o'tirgin." Hayo g'azab bilan yerto'laga olib boruvchi yo'lga ishora qildi. "Anavi yerto'lada menga nima qilganingizni aytmaguningizgacha hech qayerga o'tirmayman." Amin boshini ko'tarib, Hayoning yosh va g'azab to'la ko'zlariga qarab, vazmanlik bilan dedi: "Senga kitob o'qitdim, xolos." Hayo asabiylashib ketdi. "Kitob? Qanaqa kitob? Men uzoq yillar davom etgan butun boshli bir hayotni yashadim. Hatto o'zligimni, kim ekanimni unutdim. Menga qanday giyohvand modda berdingizki, bu darajada aniq-tiniq tafsilotlar bilan butun boshli hayotni yashadim. Uni hidladim-u, barcha voqealarni go'yo rostdan sodir bo'lgandek his qildim." Amin ko'zoynagini yechib so'radi. "Ularni sodir bo'lmadi, ular haqiqiy emas, deb kim aytdi senga?" Hayo battar tutaqib ketdi. "Nima? Ularni haqiqiy demoqchimisiz? Ustimdan kulyapsizmi?" Amin cho'ntagidan paxta mato chiqarib ko'zoynagini artdi. "Sen hozir ilk bosqichda sodir bo'ladigan holatdasan. Bu tabiiy. Biz ham oldin bu bosqichdan o'tganmiz. Biz, ya'ni..." Amin ko'zoynagini taqib Hayoga qaradi. "Bu kutubxonadan kitob o'qiganlarning hammasi." Hayo qo'llarini boshiga qo'ygancha Amindan uzoqlashdi. Tush ko'rayotgan bo'lishim kerak." Amin barmoqlarini bir-biriga kirishtirib, xona o'rtasida u yerdan bu yerga aylanayotgan Hayoga qarab turdi. "Senga shuni aniq aytishim mumkinki, yashaganlaring tush yoki xayol emas." Hayo u tomon o'girilib so'radi. "Nima unda? Sehrmi?" Amin boshini silkitgancha shiftga qarab o'ychan javob qaytardi. "Shunga yaqin desa ham bo'lsa kerak." Hayo Aminning oldiga biroz yaqinlashib barmog'i bilan unga ishora qildi. "Siz sehrgarmisiz?" Hayoning gapini eshitgan Amin qappaygan qornini qimirlatib, xaxolab kuldi. "Sen nazarda tutgan sehr tamoman boshqa narsa." "Nimani nazarda tutyapsiz unda?" "Bilishing shart emas. Men bilan sodir bo'lgan holatni sirini bilishim shart." Amin tinchlanishni boshlagan Hayoga sinchiklab qaradi. "Senga yoqdimi? Mazza qildingmi?" Hayo inkor ohangda. "Nima? Nimadan mazza qilaman?" Amin Hayo biroz oldin tushirib yuborgan kitobchani olish uchun engashdi. "So'z o'yini qilishda davom etamizmi, Hayo? Sen endi oldingi qizcha emassan. Eng kamida aqling oldingidek emas.
Ehtimol jisming 12 yoshdadir, lekin o'sha kitob senga oddiy savolga javob berish uchun yetarli bo'ladigan bir necha yillik hayotiy tajriba va bilimni taqdim qilganini yaxshi bilaman. Hayo qarama-qarshi tarafdagi divanga borib o'tirdi-da, parishon xotir yerga qarab qoldi. Men o'sha kitobning ichida bir necha yillarni o'tkazdim. Turmushga chiqdim, sevdim, oshiq bo'ldim, yig'ladim, kuldim, farzandli bo'ldim, erishdim, boy berdim. Yillarni qamrab olgan butun boshli hayot. Boshqa kitoblarga tayyor bo'lishing uchun atayin o'sha kitobni tanlagandim. Hayo boshini ko'targan holda Aminga hayratlanib qaradi. Boshqa kitoblar? Men yana o'sha kitoblardan birini o'qib, unda yillarimni, sog'lom fikrlashimni yo'qotishga yo'l qo'yadi deb o'ylaysizmi? Uni o'qib nima yo'qotding? Nima demoqchisiz? Savolim quyoshdan-da, tun zulmatidan-da to'lin oydan-da ravshan. Hayo qo'lini ko'ksiga qo'yib, hasrat bilan dedi. Barcha narsani yo'qotdim. Ko'z ochib yumguncha butun boshli hayotimni yo'qotdim. Bu alamli emasmi axir? Ha, shunday. Lekin uning boshqa yorqin tomonini ko'rmayapsan. Hayo yig'lab yubordi. Suyganlaringni yo'qotishning yorqin tarafi bo'lmaydi. Amin qo'ldagi kitobchani Hayoga uzatdi. U hayotni faqat boshqasini yashash orqali esdan chiqarishing mumkin. Hayo dahshatga tushgan holda o'rnidan sapchib turdi va qo'lni rad etgancha silkitdi. Yo'q, unaqangi beshafqat tajribani yana bir bor sinovdan o'tkazishni istamayman. Amin qo'ldagi kitobni uzatishda davom etdi. Hali bu kitobni yaxshi ko'rib qolasan. Hayo shubha va xavotir aralash Aminning qo'ldagi kitobchaga razm soldi-yu, lekin hech narsa demadi. Amin qo'ldagi kitobchani aylantirdi. Menga ishonaver, u senga juda yoqadi. Butun diqqatini Aminning qo'ldagi kitobga qaratgan Hayoning peshonasidan ter oqa boshladi. Bu safar qancha vaqtga g'oyib bo'laman? Amin tabassum qildi va Hayoga tikildi. U o'zingga bog'liq. Hayo so'zlarini Aminga qarab, keskin ohangda so'radi. Qanchaga yo'q bo'laman dedim. Tashqaridan Halimaning ovozi eshitildi. Hayo xonim, shu yerdamisiz? Hayo Aminning qo'ldagi kitobga qaradi va uni shartta ochdi. Kitob ochilishi bilan undan yorqin shu'la chiqib, Hayoni qamrab oldi. Ko'zlarini qamashtirgan nur tarqagach, Hayo chayqalayotganini sezdi. Bu kuchli shamol ta'sirida bo'layotganini his qilardi. Tebranish tufayli qarshisidagi narsalar ham yaxshi ko'rinmayotgandi. Lekin unga yaqin joyda qandaydir suhbat eshitilib turar. Ammo ularning nima deyayotganini to'liq anglab bo'lmasdi. Kutilmaganda Hayo, shamol bugun chiroyli ko'rinishimni buzishga rosa bel bog'lagan ko'rinadi, degan ayollarga xos ovozni eshitdi. Ketidan boshqa ayol unga javob qaytardi. Shamolni ayblama, xunukligingning boshqa sabablari bor. Birinchi ayol g'azab bilan masxaromuz ohangda unga javob qaytardi. Har holda iforim nam tortgan yerning hidiga o'xshamaydi. Suhbatga boshqa bir hayqirgan ovoz qo'shildi. Ikkovingiz ham tortishishni bas qiling. Shamol tinay deb qoldi. Hayoning tanasi chayqalishdan to'xtay boshladi. U o'zida kuchli bosh aylanishini his qilayotgan bo'lsa ham, atrofdagi narsalarni tiniqroq ko'ra boshlagandi. Hayo yanada aniqroq ko'rish uchun ko'zlarini ishqalamoqchi bo'lib, qo'llarini ko'tardi. Lekin yam-yashil barglar ko'zlarini berkitayotganini ko'rdi-yu, qattiq baqirgancha uzoqroqqa qochmoqchi bo'ldi. Ammo oyoqlari qimirlamasdan yerga mustahkam turaverdi. Hayo hayron bo'lgancha pastga qaraganda, oldingi tanasi yo'q ekanini, uning o'rnida tuproqqa qadalgan yam-yashil uzun poya turganini ko'rdi. Hayo tezlik bilan boshini ko'tarib, kuchli xavotir aralash hayajon bilan atrofni ko'zdan kechira boshladi. Qarasa, qarshisida ulkan pushti gul turibdi. U hayron bo'lgancha Hayodan so'radi. Senga nima bo'ldi, Nargiz? Hayo o'ziga yaqin turgan katta gulni ko'rishi bilan unga qarab qichqirdi. Qochishga urinib bor kuchi bilan qimirlay boshladi. Lekin Hayoning urinishlari besamar ketdi. Pushti gul esa uni taajjublangancha kuzatib turaverdi. Bir payt uning yonida boshqa bir oq mitti gul barglari bo'lgan o'simlik bo'y cho'zib so'radi. Piyozgul, Nargizga nima bo'ldi? Piyozgul sariq, Nargiz shaklidagi Hayoga taajjublangancha tikilib turdi. Bilmadim, Yasmin, u hali ham bizni silkitib tashlagan kuchli shamol ta'siridan chiqmagan shekilli. Ularga muqobil tarafdan biroz uzoqroqdan qip-qizil gul bo'y cho'zib, uf tortgancha gap boshladi. Unga nima bo'ldi? Nega o'zini bunaqa ahmoqona tutmoqda? Piyozgul qizil gulni mensimasdan masxara qildi. Atirgul, o'g'itingni yeyishda davom et, oraga suqilma. Atirgulning yonida turgan oq gul xavotirlangancha Yasmindan so'radi.
Nargizga nima bo'ldi? Nega bunaqa qaltirayapti? Hayoga xavotir bilan qarab turgan Yasmin javob qaytardi. Unga nima bo'lganini bilmayman. Arabgul shamol to'xtagandan beri shu ahvolda. Gullar orasidagi suhbatini tinglab turgan Hayo birozdan so'ng o'zi ochgan kitobchaning voqealari ichida yashayotganini anglab yetdi. Hayo bu safar barcha narsani to'liq yodidan chiqarmagan edi. U o'z ismini va kitobchani unga Amin berganini eslardi. Lekin Aminning yoki o'zi tanigan boshqa odamlarning ismini eslay olmadi. Ammo Hayo birinchi kitobdagi Arandas bilan o'tgan hayotini aniq-tiniq eslayotganidan hayratga tushdi. Darhaqiqat, Hayo Arandasni juda sog'ingandi. Bir necha daqiqadan keyin Hayo xotirjam bo'lib qaddini rostladi va uni xavotir bilan kuzatib turgan Gullarga birma-bir nazar sola boshladi. Hayo biroz hayajonlanib gap boshladi. Yaxshimisizlar? Atirgul jahl bilan. Hali bu bema'ni hazillaringdan birimidi? Dedi. Yasmin xavotirlanib so'radi. Ahvoling yaxshimi, Nargiz? O'zi tushib qolgan g'aroyib vaziyatdan esankirab turgan Hayo bo'layotgan voqealarni yaxshiroq anglashga va vazminligini saqlashga urinib javob qaytardi. Ha, yaxshiman, xonim. Yasmin o'zini biroz orqaroq tortgancha belni ushladi. Xonim deganing nimasi? Nima demoqchisan? Piyozgul boshini silkitgancha kuldi. U o'ziga kelganga o'xshaydi. Yana o'zining qovushmagan hazillarni qila boshladi. Arabgul xavotirlanib, boshqa bunday qilma, Nargiz, bizni rosa qo'rqitding-ku, dedi. Piyozgul, juda oshirib yubording. Atirgul Piyozgulga o'qrayib uni koyidi. Ey baqaloq, dugoning bo'lgani uchun uning yonini olyapsan-a? Yasmin Atirgulga, unday dema, barchamiz dugonamiz, oramizda hech qanday farq yo'q. Atirgul, farq bor. Men oralaringizdagi eng chiroyli va muattariman. Shuning uchun sizlar menga hasad qilasizlar. Piyozgul faqat atrofdagilarga eshitiladigan ovozda to'ng'illab qo'ydi. Va eng ahmog'i. Atirgulning jahli chiqib ketdi. Ey beso'naqay, nima deyapsan? Piyozgul baland ohangda asabiylashib javob qaytardi. Hech narsa, ey mitti changdon sohibasi. Atirgulni kuchli hiqichoq tutgancha dedi. Nima? Hind guli barchaga qarata baqirdi. Bo'ldi, yetar, bas. Qanaqa gul bo'ldilaring o'zi? Hayo avvaliga cho'chib vaziyatni kuzatib turgandi. Atirgulning hiqichog'i eshitgandan esa kulib yubordi. Atirgulning hiqichog'ini eshitgandan so'ng esa kulib yubordi. Hayoning bu harakatidan Atirgulning jahli chiqib, u tomonga qarab baqirdi. Men yopmasimdan oldin o'zing gul tojingni yop. Piyozgul Hayoga. E'tibor berma. Kecha bizga yaqin joyda sayr qilib yurgan oshiq-ma'shuqni ko'rdim. Balki bugun ham shu yerdan o'tarlar. O'sha oshiq-ma'shuqasiga uni uzib bersa, qichqirig'idan qutulamiz. Atirgul masxaromiz ohangda gerdaygancha to'ng'illadi. Shisha idishda turadigan xushbo'y moyga aylangandan ko'ra, sevgi uchun qurbon bo'lganim yaxshi. Yasmin. Oramizda insonlar xushbo'ylanadigan muattar atir bo'lishni istaydiganlar ham bormi? Biz asosan shartnomalarga chatib tikilamiz xolos, dedi Arabgul hafsalasi pir bo'lib. Hayo sheriklarining gapga tortdi. Nima haqida gapiryapsizlar? Piyozgul. Tabiiyki, har kuni gaplashadigan gaplar, orzularimiz haqida. Hayo. Orzularingiz? Hind guli. Ha, nima orzuyingni unutdingmi? Hayo. Orzumni? Atirgul. Ha, hech qachon amalga oshmaydigan orzuyingni. Piyozgulning jahli chiqib, Atirgulni jerkidi. Sen buni qayerdan bilasan? Hayo. Orzum nima edi? Yasmin. Shamolda chayqalganing xotirangga zarar yetkazgan ko'rinadi. Hayo kalovlanib javob qaytardi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Piyozgul. Abadiy yashaydigan quritilgan gul bo'lishni orzu qilarding. Hayo. Quriganimizdan keyin ham tirik qolamizmi? Hind guli. Bilmaymiz. Sendan oldin Binafsha bu orzuga yetishgandi. Hayo. Binafsha kim? Piyozgul hayron bo'lib. Yana hazillashyapsanmi? Hayo. Yo'q, haqiqatan ham shamol esgan paytda xotiramni yo'qotgan ko'rinaman. Yasmin taajjublanib so'radi. Rostdan ham uni eslay olmayapsanmi? U sening eng yaqin dugonang edi-ku.